Salom anime muxlislari. Animeni o'zbek tilida qidirayotdingizmi, lekin topa olmayapsizmi? Anibla birinchi fandom Telegramda. Anibla TVga kiringlar. Bizning Telegram kanalimizda sizlar qaysi anime va qayerda o'zbek tilida chiqayotganiga batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Oldinlari osmondagi yulduzlar hozirgi paytlardan kamroq bo'lganida, yorug'lik, tartib va taqdir xudolari tartibsizlik va tasodiflik qora xudolarga qarshi kuch sinashgan. Ular toshlar otishgan. Kim bu dunyoning hukmdori bo'lishni bilish uchun xudolar toshga qayta tashaverishgan. Toshlarni shunchalik ko'p otishganidan boshlari og'rib ketishgan. Telegramdagi Anibla TV kanali taqdim etadi. Faqatgina bizning muxlislarimiz uchun ovoz beradi Zabot, Tarjimon LD Timing Shot. Goblinlar qotili. Marked by your shadows, heightened outnumbered senses, no fairness is needed for pigs. Laughter so hard, playful smiles, die gets wrong. Faith in sorrow, much sorrow is built upon your flesh. To the lies of your kind, to reclaim what's rightfully Qo'yaningga qara, chiroyli ekan. Bas qil. Kechir. Bu yuqori elf. Ular parilarning nasllari. Haqiqatan, uning quloqlari boshqa elflarnikidan uzunroq ekan. Orkbolk. Kechirarsiz, York? Yo'q, Orkbolk. Menga o'sha dishdi. Balkim bu sayohatchilardandir. Ahmoq, bu axir odamlarning yeri. Bu yerda hech kim qilig'i o'zlarning tilini bilmaydi. Xo'sh, aqlli, bo'lmasam uni nima dey? Albatta soqol kesuvchi. Kechirasiz, sayohatchilardan unaqa ismli yo'q. Rashtammi? Ya tavba, dvorflar tayinsizda. Har doim o'zini aytganini qiladigan, har doim o'zini haq deb o'ylaydiganlar. Elflar haqida gaplashaylik. Sizlar temirdek qattiq va temirdek tekkizsizlar. Bilasanmi, dvorflarning xotini bochka desa emas. Biz ularni dimboqchalarimiz deb ataymiz. O'zinglarni bosinglar. Kechirarsizlar yo'ldoshlarim. Agar urushmoqchi bo'lsanglar, meni nigohim tushmayotgan joyga borib urishinglar. Meni do'stlarim keltirgan bezovta uchun uzr. Yo'q, hech qisi yomon o'rganib qolganman. Lekin baribir gam. Ajoyib guruh ekan lekin. Axir qora elflar bilan dvorflar bir bilan chiqa olmaydi. Ularning orasida ham kalta kesa odam. Uning ustiga ular uchalasi ham kumush pog'onalilar. Orkbolk va soqol kesar. Bu qidirayotgan odamimizning laqablari. Men odamlarning tilini yaxshi bilaman deb maqta olmayman o'zimni. Lekin bu degani goblinlar qotili. Goblinlar qotili. Xo'y, navbatga tur. Tugatdim. Xush kelibsiz, janob goblinlar qotili. Nihoyat qaytib keldik. Sizlarga hech nima qilmagandan xursandman. Zo'rg'ilab uddaladik. Kirishimdan oldin goblin eding. Qatta. Marhamat. Sizlar goblinlarmisizlar? Tavba, albatta yo'q. Sanmisan Orkbolk? Nimaga o'xshamayapsan? Albatta. Meni hech qachon unaqa chaqirishmagan. Goblinlar qotiliga bizda ishimiz bor edi. Ozgincha vaqt ajratmaysizmi? Xo'p. Shunaqa bo'lsa,
Ikkinchi qavatda gaplashish uchun joy bor. O'sha yoqqa o'tinglar. Bo'lmasam boringlar. Kechirarsiz, mancha. Dam olib tur. Biz uni ozginchaga olib turamiz. Xo'y, eshit. Labi. Sen axir bizga o'xshagan farfor pog'onali. Bizga qo'shilging kelmayaptimi? Yo'q, taklifingiz uchun rahmat. Lekin men boshqasi bilan birga yuraman. Ana boshidagi zirh yechmaydigan bo'lami? Biz bilamiz. Bu axir g'alati-ku. U kumush pog'onali, lekin attiga goblinlarni o'ldiradi. Ko'pincha sayohatchilar kuchliroq maxluqlarni qidirishadi. Odamlar aytishi bo'yicha, u o'zining oldida yengini faqatgina o'lja uchun olib yurar ekan. Bu yolg'on. Bola. Qo'pollik qilmanglar. Biz qo'pollik qilmayapti-di. Bas qilinglar. U yog'iga bemalol o'zim eplayman. Xo'sh, nima? Demaysan o'sha qiz. Balam sayohat qiladigan. Ha, men balam sayohat qilganidan juda xursandman. Xursandman, deysanmi? Lekin axir balam juda qiyin. U e'tiborsiz. To'g'rimi? Inflamaray. Bekorga bekor kuchimga yetkazyapman. Axir bu so'zlar kuch beradi. Bilasanmi nima? U mendan ham bitta juda ham g'alati narsani so'radi. Sen bexayoliy narsa haqida o'yladingmi? Yo'q, qo'ysizchi. Men unga eski arxiv yozuvlar bilan yordam berganman. Bu juda qiyin, to'g'rimi? U bilan birga bo'lish. Men bor kuchim bilan uni orqasidan yetib olish uchun yuguryapman. Lekin men baribir ham befoydaman. Lekin u judayam mohir. Ha. Bilasanmi nima? U attiga goblinlarni o'ldiradi, lekin bir kun ham dam olmaydi. Sen shuni tasavvur qilasanmi? Shunaqa qilib, u mana butun dunyoga rosa katta foyda teg'izayapti. Qanaqadir maxluqlarga qarshi ov qiladiganga qaraganda ancha ko'proq. Lekin bilasanmi, bu degani faqatgina goblinlarni o'ldirish kerak degani emas. Poytaxtda iblislar to'lib ketgan. Bu dunyoda juda ham ko'p maxluqlar bor. Agar odamlarni qutqaring kelayotgan bo'lsa, sen bemalol ana ikkalasi bilan ham odamlarni qutqara olasan. Lekin men albatta qila olaman. Kechirarsan. Yo'llar juda ham ko'p. Va to'g'ri yo'llar o'zi yo'q. Bu juda qiyin. Lekin agar sen u bilan birga qilmoqchi bo'lsang, bu sana o'zingni tanloving bo'lsin. Mana tanlovam. Sen rostdan ham kumush pog'onalimisan? Gilzani o'zi berdi. Ishonish qiyin. Sen juda ham kuchsizga o'xshaysan. Hay, uzun quloqli. Bo'lar bo'lmas gaplarni gapirishni bas qil. Terdan qilingan zirh hidi bemalol qimiloladi. Ichidan kiyilgan zanjirli zirh esa kichkina pichoqlarga yo'l bermaydi. Xuddi boshdagi zirhga o'xshab. Qilich bilan qalqoni katta emas, lekin kichkina joyda ularni bemalol ishlata olasan. Zirhlaringni yuvib tursang bo'larmidi? Yo'q, bo'lmasam temir hidi kelishni boshlaydi. Goblinlarning hid sezish qobiliyati yaxshi. O'zingni o'rmonlaringda zerkib yaqindagina bu yoqqa chiqqan hali yosh elfsan. Vaqting bor ekan, kattalardan o'rgangan. Men 2000 yoshdaman. Sanchi, necha yoshdasan? 107. Voy tavba, men buncha katta ko'rinmasa. Atigi 107 yoshli chol. Yosh haqida gapni bas qilinglar. Undan ko'ra sinaga ko'p umr ko'rmaydiganlarni oldiga elinglar. Sizlarga mendan nima kerak? Menimcha sen bilasan, poytaxt oldida iblislar ko'payib ketgan. Bilmayman. Bu iblislarning quroli tirilganidan dastidan. U armiya yig'ib va butun dunyoni yo'q qilmoqchi. Tushunarli. Shuning uchun biz sendan yordam so'rashga keldik. Bironta boshqasini topinglar. Menga faqat goblinlar kerak. Menimcha senga yetib kelmadi.
Iblislarning armiyasi yaqinlashyapti. Butun dunyo xavf ostidaligini o'zi tushunmayapsanmi? Ha, chivoman. Lekin dunyo qulashidan oldin goblinlar qishloqlarni yo'q qilishadi. Yer xavf ostida bo'lgani bilan goblinlar tashib qo'ymash kerak. Voysan. Bas qil quloq o'zin. Biz ham axir ularga qarshi chiqish uchun bu yoqqa kelmaganmiz. Janob goblinlar qotili. Biz bu yoqqa goblinlarni o'ldirish uchun yordam so'rash keldik. Tushunarli. Bo'lmasam roziman. Qatta, qancha, inini kattaligicha, ko'ba yoki shamollar bormi? Unga o'zi nima bo'lgan? Yo'ldoshim elf etganida, iblislarning armiyasi bu dunyoga kirib kelishmoqchi. Va shuni qilib bizning rahbarlarimiz, odamlarning qirollari va dvarflar bilan elflarning qirollari yig'ilish o'tkazishdi. Bizani esa sayohatchilarni nima bo'layotganligini bilib kelish uchun yollashdi. Tushunishim bo'yicha bizani juda ham jiddiy urush kutyapti. Lekin menimcha seni bu narsa qiziqtirmaydi. Eng yomoni shundaki, bu goblinlar elflarning yerlarida paydo bo'lishni boshlashdi. Lordlar yoki chempionlar paydo bo'lishdimi? Chempionlar, lordlar, Goblin qirollarining qahramonlari. Biz uchun platinali sayohatchilik qanaqa bo'lsa, ular uchun ular xuddi shunaqa. Biz o'sha atroflarni qarab keldik va bitta katta in topoldik. Bizning armiyamiz har doimgidek goblinlarga qarshi urushmaydi. hozirgi vaqtda odamlar bizani do'st deb o'ylashmaydi. Agar armiyani qimmatlatishni boshlasa, odamlar bizga qarshi chiqishi mumkin. Shuning uchun ham sayohatchilarni chaqirishdi. Lekin sayohatchilarning ichida odam bo'lmasa, bu odamlarning sha'niga dog' tushiradi. Shuning uchun Orkbolg biz seni tanladik. Sizlarda xarita bormi? Mana. Eski joylarmi? Bo'lishi mumkin. Soni, ular ko'pligini bilamiz xolos. Bo'lmasam men boraman. Topshiriq uchun pulni esa o'zinglar hal qilinglar. U nima? Bitta o'zi bormoqchimi? Xo'y, qiz. Goblinlar. Goblinlar qotili. Demak, sizda boshqa joydan topshiriq. Anu kelta kelsa odam yordam so'radi. Shuning uchun men boryapman. Eski topshiriq uchun pulni bering. Lekin siz hali beri ma'lumotlarni bermadingiz. Lekin sizga pullarni ma'lumotsiz ham beraman. Xo'y, o'zdan bo'tdi kim yasayapti? Bas qil, jahling chiqmasin. Qolganini esa unga ber. Nima? Siz bitta o'zingiz ketasizmi? Ruhoniychi? Damini o'rsan. Goblinlar qotili. Sizga topshiriq berishdimi? Ha. Goblinlar yo'q qilish. Bo'lmasa, men hozir keyin chiqaman. Yo'q. Men bitta o'zim boraman. Qanaqasiga? Iltimos.